أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, hurmatli opa-singillar. Tajvid darslarimizni davom etamiz. Bugun 9-darsimiz. Inshaalloh bugun 2-bobga yakun yasaymiz. Demak, biz bu bobimizda arab yozuvini o'rganishni boshlagan edik. Avvalgi darsimizda mana harflarning turli ko'rinishlarini o'rgandik. 28 ta harfning so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiridagi ko'rinishlarini o'rganib chiqdik. Demak, bugungi darsimizda o'tadigan ba'zi bir kichik qoidalar qolgan xolos. Demak, ulardan biri mana mad qoidasi. Mad deb ma'lum harf bilan ovozni cho'zishga aytiladi. Aslida madning turlari juda ham ko'p. Biz bugun faqatgina ulardan biriga to'xtalamiz xolos. U ham bo'lsa, demak, a tovushini 2 harakat miqdorida cho'zishga to'xtalamiz. Ya'ni a yoki o tovushini 2 harakat miqdorida cho'zish. Demak, qanday holatda a tovushi cho'ziladi? Fathadan so'ng, yodlab qoling, bu qoida. Demak, fatha belgisidan so'ng sukunli alif kelganida a tovushi 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Mana hozir siz rasmda fathani ko'rib turibsiz, hamda fathadan so'ng sukunli alif. Ya'ni sukunli alif degani alif ustida hech qanday belgi yo'q. Bitta misol ko'raylik. Mana chap tarafda hozir ba harfi turibdi. Ba harfining ustida fathadan so'ng esa alif. Demak, mana shu holatda a tovushi 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Endi 2 harakat nima degani? 2 harakat degani, hozir mana qo'lingizni ochingda, demak, a tovushini talaffuz qilib turib, ikkita barmog'ingizni oldinma-ketin yoping. Mana shu yopish jarayoni 2 ta harakat bo'ladi. Hozir talaffuz qilib ko'ramiz. Mana ba. Demak, mana shu 2 harakat bo'ladi. Agar bu yerda sukunli alif bo'lmaganida edi, ya'ni ba ning ustida faqatgina fath bo'lganda, ba deb qisqagina o'qilar edi. Demak, pastdagi misollarni ko'ramiz, o'ngdan chapga o'qiymiz. Ma, ha, za, la, ka, na, ro. Demak, oxirgi misolda mana ro deb o'qidik. Qachonki fatha o tovushini bersa, ya'ni biz birinchi bobda o'tdik qaysi harflar bilan fatha o tovushini berishini. Ana shunday holatda o tovushi 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Demak, 2 harakatdan ko'p cho'zib olish tavsiya etilmaydi. Hozir mana ba'zi bir misollarni ko'ramiz. O'ngdan chapga o'qiymiz. Mana o'ng tarafdagi birinchi so'zlar ikkala qatorda ham hech qanday madsiz kelgan. Abada, 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 abada. Rohama, 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 rohama. Demak, mana keyingi sahifaga o'tamiz. Keyingi sahifada mana bu belgini ko'rib turibsiz. Ahamiyat bering. Harfning ustida kichik bir alifga o'xshagan belgi ham keladi. Bu belgi ham mana shu yerda a tovushini 2 harakat miqdorida cho'zish kerakligini anglatadi. Yagona farqi, bu belgidan so'ng sukunli alif kelmaydi. Mana chap tarafda ba harfini ko'rib turibsiz. Ya'ni ba harfi va ustida mana shu belgi bo'lganda ham a tovushi 2 harakat miqdorida cho'zib ba deb o'qiladi. Keyin ba'zi bir misollarni ko'raylik bunga. Mana pastdagi so'zlarni o'qiymiz. Adama, amana, va hadha, banaha, va zaka, na'ama, g'asala, ayata. Demak, bu belgi ham 2 harakat miqdorida cho'zish kerakligini anglatadi. Yodlab oling. Demak, mana keyingi qoida. Demak, bu yerda e'tibor bering. Yuqorida saja so'zi kelgan. Jimning ustida fathadan so'ng sukunli alif, demak 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Chap tarafda esa jimning ustida yuqoridagi 2 harakat miqdorida cho'zish belgisi va ya harfi kelgan. Demak, bu yerda ya harfining ustida hech qanday belgi yo'q. Ya harfi o'qilmaydi. Ko'pincha bu so'zlarning oxirida mana shunday keladi. Demak, bu yerda ham saja deb o'qiladi. Ya harfi, demak, bu yerda hech qanday tovushi yo'q. Pastdagi so'zlarni o'qiymiz. Va ata, fa'awa, yatama, fanada. Demak, bu so'zlarning birortasida ham so'z oxiriga kelgan ya harfi o'qilgani yo'q. Demak, yani ustida e'tibor bering, hech qanday belgi ham kelmagan. Harakat belgisi yo'q. Keyingi sahifaga o'tamiz. Demak, bu sahifada harflarni bir boshqacharoq bog'lanishi ko'rsatilgan. O'tgan darsimizda, birinchi darsimizda biz harflarning bog'lamasini o'tdik. Ya'ni harflar ketma-ket bog'lanishini o'rgangan edik. Bu yerda e'tibor qarating, mana nun, jim hamda ha harflari biroz ust-must qilib ham bog'lanishi mumkin. Mana misol uchun birinchi misolda najaha so'zida
nun jim harfini ustiga qilib yozilgan. Ba'zida esa bu uchala harf ham ketma-ket yozilishi mumkin. Mana chap tarafdan birinchi so'zga to'xtaling. Mana najaha so'zida nun ham jim ham ha harfini ustiga chiqarib yozilgan. Demak, mana shunday ko'rinishda yozilishi ham mumkin. Alohida sahifa bor, ana shu yerda siz hali mashq qilib ko'rasiz bu so'zlarni. Pastda esa ba'zi misollarni ko'ramiz. Ajala, sahara, lahada, fataha. Hamda yana bir bog'lamaning yana bir turi bu lam hamda mim harflarining bog'lanishi. Ba'zida mim harfi mana ko'rib turibsiz, mana bunday ilmoqcha ko'rinishda ham kelishi mumkin. Ya'ni lam harfini tagiga tushirib yozilgan. Ya'ni o'ng tarafda lama so'zi, chap tarafda ham lama so'zi kelgan. Demak, mim harfi lam harfini pastiga tushirib yozilgan. Pastda ba'zi misollarni ko'ramiz. Va manaha valamaka fakhozaha. Demak, bugungi o'tadigan darsimiz asli mana shular edi. Demak, ko'p qoida o'tganimiz yo'q. Keling endi shu bobda o'tilgan qoidalarni bir mana shu sahifada qo'llab yozilgan mana shu sahifani birgalikda o'qiylik. O'ngdan chapga o'qiymiz, yuqoridan pastga. La'azaba va lamama va saqaha va nazara va nazara fahadatha la sharaba bananaka la fasaqa wa dalala wa hafaza wa hadara fakhasara fakhasara la dhakara la ma'aka wa nasara wa akhara faghfara falazada amamaka wa nabadha la khataya tadaraka ya zahara la azagha la azagha. Demak, bu sahifada ba'zi bir ahamiyat qaratadigan joylari bor. Mana eng yuqoridagi birinchi qatordagi birinchi so'zga e'tibor bering, ya'ni la azaba so'zi. Bu yerda lam alif bog'lamasi kelgan. Demak, lamning ustida ham fatha bor, alifning ustida ham fatha bor. Bu yerda ikkala harf ham alohida o'qiladi, ya'ni la azaba deb o'qiladi. Pastda 3-qatorning oxirida esa 3-qatorning oxirgi so'zida ham lam alif bog'lamasi kelgan. So'z oxirida bu yerda alifning ustida fatha belgisi yo'q. Shuning uchun bu yerda ya'ni lam ustida fatha, so'ng esa sukunli alif kelgani uchun bu yerda a tovushi cho'ziladi va dalala deb cho'zib o'qiladi. Hamda mana pastroqda mana faghfaro so'zi bor. Bu yerda ham e'tibor qarating. Ya'ni avvalgi darsimizda o'tganimiz kabi g'oyn so'zi g'oyn harfi fa harfiga o'xshab ketadi. Demak, adashtirib yubormang. Bu sahifa bizning uy vazifalarimiz sahifasidan biri edi xolos. Uy vazifalari bobimizda biroz ko'proq. Shuning uchun ularni bizning veb sahifamizdan yuklab olishingiz mumkin. Bobimizning oxirida esa har doimgidek imtihon bor. Demak, imtihon ikkita sahifadan iborat. Birinchi sahifada siz o'xshash harflarning talaffuziga e'tibor qaratishingiz kerak. Ya'ni bu yerda o'xshash harflar ketma-ket kelgan, ularni ajratib o'qishga harakat qiling. Ikkinchi sahifada esa bu bobda o'tilgan qoidalar qo'llanilgan, ya'ni asosan mad qoidasi. Demak, asosiy o'zingiz uchun bir dastur qilib oladigan narsa toki mana shu bob oxirida kelgan imtihonni yaxshilab, bexato, qiynalmasdan, cho'zmasdan o'qiydigan bo'lguningizga qadar keyingi bobga o'tmang. Demak, mana shuni o'zingizga bir qoida qilib olsangiz, inshaalloh keyingi bobga o'tganingizda biroz osonroq bo'ladi. Biz darsimizga esa bugun yakun yasaymiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.